Nodirbek No'monjonov davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasidan o'ziga yangi vazifalar oldi. Marhamatning O'zbekiston va Mingtepa mahallalarga biriktirilgan soliq inspektori tizimli ish tashkil qilishi hisobiga davlat byudjetiga soliq tushumlarini bajarib kelayotganlar safida faollik ko'rsatmoqda. Inspektor mahallama-mahalla yurib, o'zini o'zi band qilishning, yakka tartibdagi tadbirkorlikning soliq to'lovchisi sifatida majburiyatlari, qolaversa berilayotgan imtiyoz va yangiliklardan xabardor qilib kelmoqda. Menga O'zbekiston hamda Mingtepa muxbirlari biriktirilgan bo'lib, mening mahalladagi vazifam tadbirkorlarga soliq xizmatini ko'rsatish, byudjet daromadlarini shakllantirish, soliq bazasini kengaytirish va soliqlarni undirish. Tadbirkorlarni sonini kengaytirish natijasida 2024-yilda 70 ta yuridik korxona o'z faoliyatini olib borgan bo'lsa, 2025-yilga kelib bu ko'rsatkich 85 taga yetdi. Buning natijasida davlat byudjetiga qo'shimcha soliq tushumlari shakllandi. Bundan tashqari, yakkatab tadbirkorlar soni 2024-yilda 125 nafarni tashkil qilgan bo'lsa, 2025-yil dekabr holatiga kelib 180 taga oshdi. O'z-o'zini band qilgan fuqarolarimiz 2024-yil yakunlari bo'yicha 830 dan tashkil qilgan bo'lsa, 2025-yil dekabr holatiga kelib 1100 ta fuqaro o'z-o'zini band qilgan sifatida faoliyatini olib boryapti. Bu ko'rsatkichlarning oshishi natijasida davlat byudjetiga qo'shimcha 600 million so'm 2024-yilga nisbatan davlat byudjetining oshishiga erishildi. 2025-yil yakunlari bo'yicha 440 ta ish o'rni yaratildi va ishsiz fuqarolarning bandligi ta'minlandi. Prezidentimiz tomonidan joriy etilgan 247 sonli qarorga asosan yakkatab tadbirkorlarni xolis payant ilovasidan o'tkazish bo'yicha ishlar ham olib borilyapti. Prezident qaroriga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan boshlab yakka tartibdagi tadbirkorlar qat'iy belgilangan miqdorda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini to'lash tartibi bekor qilinadi. Yillik aylanmasi 1 milliard so'mgacha bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun aylanmadan olinadigan soliq stavkasi 1% miqdorda belgilanayotgani, amalda esa 4% stavka belgilangani bilan tanishtirilganda soliq to'lovchilarda qiziqish uyg'onmoqda. Soliqdan berilgan imtiyozlardan foydalanib ishchilarimizni sonini kengaytirdik, bu yonboshga bolalar o'yingohini qo'shdik. Endi hozir yana yashirin iqtisodiyotni oldini olish maqsadida soliq bilan integratsiya qilib e-post tizimlarini o'rnatyapmiz. Mana kompyuterlarimizni olib kelib hozir qo'ydik. E-post tizimini vazifasi o'sha olingan tovarlarni markirovka bilan urilib soliqda ko'rinadi. U biz narigi hamkor tashkilotimizdan olingan tovarlarimiz soliqda bazasida, bizdan sotilgani soliqda ko'rinib, shuna qilib integratsiya qiladi. Shu masalalarda ham bizga o'zimizga biriktirilgan soliq xodimi bizga shunaqa ko'rsatmalarni berib, yordam qilib, shu narsani xudo xolasa yo'lga qo'yapmiz. O'sha xodimdan nima kamchiliklar bo'lsa, bizda nima muammolar bo'ladigan bo'lsa, shu muammolar haqida so'raymiz, bizga yordam beradi. Qarorga asosan yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun maxsus huquqiy rejim joriy qilinib, uning doirasida raqamli platformalar orqali masofaviy biometriya vositasi yordamida identifikatsiya qilish va mobil telefon raqamiga SMS xabar yuborish kabi qulayliklar ham bor. Bu orqali yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslarni davlat ro'yxatidan o'tkazish imkoniyati yaratiladi. Bunday tadbirkorlar uchun raqamli platformalarda elektron hamyon ochish mumkinligi ovoragarchilikka hojat qoldirmasligi bilan tanishtirilyapti. Mazkur elektron hamyon tadbirkorlar faoliyatida daromadlarni qabul qilish, xodimlar va davlat organlari bilan hisob-kitoblarni hamda soliq va boshqa majburiy to'lovlarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan bankda ochilgan hisob varaqqa tenglashtirilishi ham yaxshi xabar sifatida qabul qilinmoqda.